Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Restoranimizga xush kelibsizlar. Nima buyurtirasiz? Yo'q, bu buyuradi, men olib keltiraman. Omlet bormi? Haydab borganmiz. Omletchini. Unda fransuzskiy. Yaxshi taklif, lekin hozir ishdaman. Можно sуда? Til bormi? Sizgami yo ulargami? Ularga bor, xavotirlanmang, xo'pmi? Til bormi? Restoranlarda til bormi? Molli tili bor. Короче, o'shani mayda-mayda qilib to'rab kelasan. Xo'p, ko'p gapiryapsan, mol. Короче, давай пиши. Pide. Раз. Ты что? Издеваешься? Я тебя не понял. Yo, ruscha gapirganingizga ruscha yozyapti. Понятно. На первое, что ли, написал? Да. На, все. Тогда ичишке пиво. Такой нефильтрованный bo'lsin. И zakskagam, да, pivoga. Zakska nima bor? Zaksga ikkita Prado bilan bitta Merc bor. To'yga emas, pivoga. Ha. Qurting bormi, хотя бы? Bor shu, rosa azob beryapti, nima qilsam bo'larkan? Ana pivodan ko'proq ichib, ham tilni kamroq ishlatsang, o'zi tushib ketadi. Aha, bo'ldi. Ты что-нибудь скажи, он мне не нравится, он какой-то. Sushi qilasizlarmi? Yo, unaqa ishlar qilmaymiz. Unda qarang, bizga свежий ассорти berasiz, ustiga ko'katlardan ko'p qilib berasiz. Keyin, rukolali salat, keyin icebergli salat, keyin xurstashki baklajan, keyin chiroyli qilib fruktovoy ассорти olib kelib berasiz. Да. Bitta oxir ham beraymi? Nima u? To'yxonada bo'ladi-yu, ovqatlanadigan. Molli oxiri. И зачем он нам? Aytgan salatlar zo'r ketadi, ustiga kepeklarni sepib qo'yib. Пожалуйста, вот biz aytgan narsalardan кроме ничего не надо. Просто oxirida olib keling.